Iqtisod murakkab ko'rinsa-da, u aslida oddiy mexanik tarzda ishlaydi. U bir necha sodda qismlardan va qayta-qayta takrorlanadigan juda ko'p oddiy tranzaksiyalardan tashkil topgan. Bu tranzaksiyalar eng avvalo inson tabiati tomonidan boshqariladi va ular iqtisodiyotning 3 ta asosiy kuchini hosil qiladi. Aslida juda ham oddiy. Bulardan birinchisi ishlab chiqarish o'sishi, qisqa muddatli qarz sikli va uzoq muddatli qarz sikli. Biz ushbu 3 ta kuchni ko'rib chiqamiz va ularning bir-biriga ustiga qo'yib tahlil qilish orqali iqtisodiyotning harakatlarini kuzatish va hozirda nimalar sodir bo'layotganini tushunish uchun yaxshi andoza hosil qilamiz. Endi iqtisodiyotning eng oddiy qismidan, tranzaksiyalardan boshlaymiz. Iqtisodiyot bu uni tashkil etuvchi tranzaksiyalar yig'indisidir. Tranzaksiya esa juda sodda narsa. Siz ularni har doim amalga oshirasiz. Har safar siz biror nima sotib olganingizda tranzaksiya sodir bo'ladi. Har bir tranzaksiya xaridorning sotuvchiga tovarlar, xizmatlar yoki moliyaviy aktivlar evaziga pul yoki kredit berishdan iborat. Kredit pul kabi sarflanadi. Shunday ekan, sarflangan pul miqdori va kredit miqdorini qo'shsangiz, jami sarfni bilasiz. Jami sarf iqtisodiyot hajmini belgilaydi. Agar sarflangan jami miqdorini sotilgan miqdorga bo'lsangiz, narxni olasiz. Bu tranzaksiya iqtisodiy mashinaning asosiy qurilish g'ishtidir. Barcha sikllar va barcha kuchlar iqtisodiyotda tranzaksiyalar tomonidan harakatga keltiriladi. Demak, agar biz tranzaksiyalarni tushunsak, butun iqtisodiyot qanday ishlashini ham tushunamiz. Bozor bu bir xil mahsulot uchun tranzaksiyalar qilayotgan barcha xaridorlar va sotuvchilar yig'indisi. Masalan, bug'doy bozori, avtomobil bozori, aksiyalar bozori va yana millionlab bozorlarga ega bo'lamiz. Iqtisodiyot esa barcha bozordagi barcha tranzaksiyalar yig'indisi. Agar siz bozordagi jami sarf va jami sotilgan miqdorni qo'shsangiz, iqtisodiyot haqida bilishingiz kerak bo'lgan hamma narsani bilib olasiz. Ha, shunchalik oddiy. Odamlar, bizneslar, banklar va hukumatlar barchasi shu tarzda tranzaksiyalar qiladi. Pul va kreditning tovarlar, xizmatlar yoki moliyaviy aktivlarga almashtiriladi. Eng katta xaridor va sotuvchi bu hukumat. U ikki muhim qismdan iborat. Soliq yig'ib, mablag'ni sarflaydigan markaziy hukumat. Pul va kredit miqdorini boshqaradigan markaziy bank. Markaziy bank bu borada boshqalardan farqli, chunki u foiz stavkalariga ta'sir qiladi va yangi pul ishlab chiqaradi. Shu sababli u kredit oqimida juda muhim o'yinchi hisoblanadi. Endi kreditga e'tibor bering. Kredit iqtisodiyotning eng muhim, ammo eng kam tushunilgan tamoyillaridan biridir. U eng muhim qism, chunki eng katta va eng o'zgaruvchan holatlar aynan mana shu yerda bo'ladi. Qanday qilib xaridorlar va sotuvchilar bozorga kelib tranzaksiya qilsa, xuddi shunday qarz beruvchilar va qarz oluvchilar ham bozorga keladi. Qarz beruvchilar o'z pullarini ko'paytirishni xohlashadi. Qarz oluvchilar esa odamlarda hozir to'lay olmaydigan narsani, masalan, uy, avtomobil sotib olishni yoki yangi biznes boshlashni istashadi. Kredit ikkisiga ham o'z maqsadiga erishishda yordam beradi. Qarz oluvchi qarz olingan summani va ustiga foiz deb ataladigan qo'shimcha to'lovni qaytarishni va'da qiladi. Agar foiz stavkalari yuqori bo'lsa, qarz olish qimmatga tushadi va qarzlar kamayadi. Agar foiz stavkalari past bo'lsa, qarz olish arzonlashadi va qarz olish hajmi ortadi. Qarz oluvchilar qarzni qaytarishga va'da berishsa va qarz beruvchilar bunga ishonsa, kredit yaratiladi. Aslida istalgan ikki kishi havodan kredit yaratishi mumkin. Bu juda oddiy tuyuladi, ammo kredit murakkab tushuncha. Chunki u turli nomlar bilan ataladi. Kredit yaratilgan zahoti u qarzga aylanadi. Qarz bu qarz beruvchi uchun aktiv, qarz oluvchi uchun esa majburiyatdir. Kelajakda qarz oluvchi qarzini foizi bilan qaytarganida aktiv ham, majburiyat ham yo'qoladi va tranzaksiya yopiladi. Xo'sh, nega kredit bunchalik muhim? Sababi, qarz oluvchi kredit olganda u o'z xarajatlarini oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Eslab qoling, xarajat iqtisodiyotni harakatga keltiradi. Chunki bir insonning xarajati bu boshqa bir insonning daromadidir. O'ylab ko'ring. Har bir dollar siz sarflagan pul. Bu kimnidir daromadi va har bir dollar siz topgan pul kimningdir sarfi. Demak, siz ko'proq sarflasangiz, boshqalar ko'proq daromad oladi. Kimnidir daromadi oshsa, qarz beruvchilar unga kredit berishga tayyorroq bo'lishadi.
Chunki u endi kreditga loyiq hisoblanadi. Kreditga loyiq qarz oluvchida ikki narsa bo'ladi. Birinchisi qarzni qaytarish imkoniyati, ikkinchisi garov, ya'ni qimmatli aktiv. Agar uning daromadi qarzga nisbatan yuqori bo'lsa, bu uning qaytarish qobiliyatini ko'rsatadi. Agar u qarzini qaytara olmasa, garov sifatida qo'yilgan aktivni sotish mumkin. Bu qarz beruvchiga xotirjamlik beradi. Natijada daromad ortishi ko'proq qarz olish imkoniyatini beradi. Ko'proq qarz olish, ko'proq sarflash imkoniyatini yaratadi. Chunki bu insonning sarfi boshqasining daromadi. Bu jarayon o'z-o'zini kuchaytiradi. Bu o'z-o'zini mustahkamlovchi jarayon iqtisodiy o'sishga olib keladi. Va aynan shu sababli bizda iqtisodiy sikllar mavjud. Har bir tranzaksiyada siz biror narsa olish uchun biror narsa berishingiz kerak. Qanchalik ko'p ishlab chiqarsangiz, shunchalik ko'p narsaga ega bo'lasiz. Vaqt o'tishi bilan inson o'rganadi, bilim va tajriba to'planadi va bu hayot darajasini oshishiga olib keladi. Bu ishlab chiqarish, ya'ni mehnat unumdorligi o'sishi deyiladi. Mehnatsevar va ijodkor insonlar o'z unumdorligini va hayot darajasini bo'shashgan va sust odamlarga qaraganda tezroq oshiradi. Ammo bu qisqa muddatda har doim ham sezilmaydi. Ishlab chiqarish o'sishi uzoq muddatda, kredit esa qisqa muddatda eng muhim omildir. Chunki unumdorlik nisbati barqaror. U iqtisodiy tebranishlarga unchalik ham ta'sir qilmaydi. Qarz esa buning aksi. Qarz olish bizga hozir ishlab chiqarganimizdan ko'ra ko'proq iste'mol qilish imkoniyatini beradi. Lekin uni to'lash vaqti kelganda ishlab chiqarganimizdan kam iste'mol qilishga majbur qiladi. Shu sababli qarz bilan bog'liq tebranish ikkita siklda shakllanadi. Birinchisi qisqa muddatli sikl odatda 5 yildan 8 yilgacha davom etadi. Ikkinchi sikl esa taxminan 75-100 yil oralig'ida bo'ladi. Odamlar bu tebranishni his qilishadi, ammo ko'pchilik ularni sikl sifatida ko'rmaydi. Chunki ular kundalik yoki haftalik o'zgarishlarga juda yaqin nigoh bilan qarashadi. Endi biz shu 3 ta katta kuch, unumdorlik, qisqa muddatli qarz sikli va uzoq muddatli qarz siklini birgalikda ko'rib chiqamiz va ular qanday qilib bizning iqtisodiy tajribamizni shakllantirishini tahlil qilamiz. Iqtisodiy chiziq atrofidagi tebranishlar innovatsiya yoki mehnatsevarlik miqdoriga emas, asosan kredit hajmiga bog'liq. Keling, tasavvur qilaylik. Kredit bo'lmagan iqtisodiyot. Bunday iqtisodiyotda men xarajatlarimni faqat daromadlarimni oshirish orqali ko'paytira olaman. Bu esa ko'proq ishlab unumdorligimni oshirishni talab qiladi. O'sishning yagona yo'li ishlab chiqarish samaradorligini oshirishdir. Mening xarajatlarim boshqa odamlarning daromadi bo'lgani uchun men yoki boshqalar unumdorroq bo'lishimiz bilan iqtisodiyot o'sadi. Agar biz tranzaksiyalarni kuzatsak, bu o'sish chizig'i ishlab chiqarish o'sishi chizig'iga juda o'xshab ketadi. Ammo biz qarz olganimiz sababli sikllar paydo bo'ladi. Bu hech qanday qonun yoki qoidalar natijasi emas. Bu inson tabiati va kredit tizimining ishlash usulidir. Qarz olishni kelajakdagi xarajatni oldinga surish deb tasavvur qiling. Ya'ni siz hozir o'zingizdan ishlab topganingizdan ko'ra ko'proq sarflash uchun qarz olasiz. Buni amalga oshirish uchun siz aslida kelajakdagi o'zingizdan qarz olasiz. Shunday qilganingizda siz kelajakda ishlab topganingizdan ko'ra kamroq sarflashingiz kerak bo'ladi. Chunki qarzni qaytarish lozim. Aslida siz har safar qarz olsangiz, sikl yaratasiz. Bu nafaqat inson uchun, balki butun iqtisodiyot uchun ham alohida o'rin tutadi. Shuning uchun kreditni tushunish juda muhim. Chunki u kelajakda yuz beradigan mexanik va oldindan bashorat qilinadigan jarayonlarni zanjirini ishga tushiradi. Bu jihatda kredit puldan qisman farq qiladi. Pul yordamida siz tranzaksiyani yakunlaysiz. Masalan, siz barmendan naqd pulga kofe sotib olsangiz, bitim darhol yopiladi. Ammo siz kofe uchun kredit taklif qilsangiz, bu xuddi bar hisob daftarini ochish bilan teng. Ya'ni siz keyin to'layman degan va'dani berasiz. Ya'ni havodan kredit hosil qilasiz. Siz bar hisobini keyinroq to'laganingizda aktiv ham, majburiyat ham yo'qoladi. Qarz bartaraf etiladi va bitim yopiladi. Haqiqat shundaki, odamlar pul deb atayotgan narsaning katta qismi aslida kreditdir. Masalan, AQShda jami kredit miqdori taxminan 50 trillion dollar. Lekin haqiqiy pul miqdori bor yo'g'i 3 trillion dollar atrofida. Eslang, kredit bo'lmagan iqtisodiyotda xarajatni oshirishning yagona yo'li ko'proq ishlab chiqarishdir. Ammo kredit mavjud bo'lgan iqtisodiyotda siz xarajatni qarz olish orqali ham oshira olasiz. Natijada kredit iqtisodiyot xarajatlarini ko'paytiradi. Daromadlar qisqa muddatda ishlab chiqarishdan tezroq o'sadi, ammo uzoq muddatda bunday emas. Masalan, agar siz kredit olib katta televizor sotib olsangiz, bu sizga daromad keltirmaydi va qarzni to'lash qiyinlashadi.
Ammo siz kredit olib traktor sotib olsangiz, u traktor yordamida ko'proq hosil olib, ko'proq daromad topasiz. Bu sizga qarzni to'lash va yashash darajasini oshirish imkoniyatini beradi. Kredit mavjud iqtisodiyotda biz tranzaksiyalarni kuzatib, kredit qanday qilib iqtisodiyot o'sishini yaratishini ko'rishimiz mumkin. Masalan, tasavvur qiling, siz yiliga $100,000 topasiz va qarzingiz yo'q. Siz kreditga layoqatlisiz. Shuning uchun deylik $10,000 kredit karta orqali olasiz. Endi siz $110,000 sarflashingiz mumkin. Garchi faqat $100,000 ishlab topgan bo'lsangiz ham, sizning xarajatingiz bu birovning daromadi. Demak, kimdir yana $110,000 daromad oladi. U odam ham qarzga layoqatli bo'lsa, $11,000 qarz olib $121,000 sarflashi mumkin. Uning xarajati yana boshqa birovning daromadi bo'ladi. Shu tarzda bu jarayon o'z-o'zini kuchaytiruvchi tizimga aylanadi. Ammo unutmang, qarz olish sikl yaratadi. Sikl yuqoriga chiqsa, oxir-oqibat pastga ham tushadi. Bu bizning qisqa muddatli qarz sikliga olib kelishi mumkin. Iqtisodiy faollik oshganida biz kengayish bosqichini ko'ramiz. Bu qisqa muddatli siklning birinchi bosqichi. Xarajatlar o'sishda davom etadi, narxlar esa ko'tarila boshlaydi. Bu xarajatlarning ko'payishi kredit bilan moliyalashtiriladi va kreditni havodan yaratish mumkin. Agarda xarajatlar va daromadlar tovar ishlab chiqarishdan tezroq o'sayotgan bo'lsa, narxlar ko'tariladi. Narxlarning ko'tarilishi bu inflyatsiya deb ataladi. Markaziy bank haddan tashqari inflyatsiyani xohlamaydi, chunki bu muammolar tug'diradi. Narxlarning oshayotganini ko'rib, u foiz stavkalarini oshirishi mumkin. Foiz stavkasi oshganida kamroq odam qarz oladi va mavjud qarzlarning narxi, ya'ni ularning to'lash xarajati ham ortib boradi. Bu kredit kartangizdagi oylik to'lovlar oshayotgani deb tasavvur qiling. Odamlar kamroq qarz olishadi va ularning qarz to'lovlari ko'payadi. Shuning uchun sarflash uchun kamroq pul qoladi. Natijada xarajatlar sekinlashadi. Bir odamning sarfi boshqa odamning daromadi bo'lgani sababli daromadlar kamayadi. Odamlar kamroq sarflaganida narxlar pasayadi va bu deflyatsiya deb ataladi. Iqtisodiy faollik pasayadi va retressiya yuz beradi. Agar retressiya juda kuchayib ketsa va inflyatsiya endi muammo bo'lmasa, Markaziy bank foiz stavkalarini pasaytiradi. Shunda iqtisodiy faollik yana oshadi. Past foiz stavkalari bilan qarz to'lovlari kamayadi. Qarz olish va sarflash yana ortadi va biz yana o'sish davrini ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, iqtisodiyot mashina kabi ishlaydi. Qisqa muddatli qarz siklida sarf faqat qarz beruvchilar va qarz oluvchilarning qarz berish va olishga tayyorligiga bog'liq. Qarz olish oson bo'lganida iqtisodiyot kengayadi. Qarz olish qiyin bo'lganida esa retressiya yuz beradi va bu siklni asosan Markaziy bank boshqaradi. Qisqa muddatli qarz sikli odatda 5 yildan 8 yilgacha davom etishi mumkin. Jarayon o'nlab yillar davomida qayta takrorlanadi. Ammo har bir siklning eng yuqori va eng past nuqtasi avvalgisidan ko'ra ko'proq o'sish va ko'proq qarz bilan yakunlanadi. Nega? Chunki odamlar shunday yo'l tutishadi. Ular qarzni to'lash o'rniga yana qarz olib ko'proq sarflashdan afzal ko'rishadi. Bu inson tabiatida bor. Shu sababli uzoq muddatli qarzlar daromadlarga qaraganda tezroq o'sadi va uzoq muddatli qarz sikli yana shakllanadi. Odamlar tobora ko'proq qarzdor bo'lishiga qaramay, qarz beruvchi banklar hamon bemalol qarz berishda davom etishadi. Nega? Chunki hamma narsa yaxshi ketayotgandek tuyuladi. Odamlar faqat yaqinda bo'lgan voqealarga e'tibor qaratishadi. Yaqinda nima bo'lyapti? Daromadlar oshmoqda, aktivlar, mulk, aksiyalar va kriptovalyutalar qiymati o'smoqda. Fond bozori qaynayapti va bum, yana o'sish bosqichi. Odamlar tovarlar, xizmatlar, moliyaviy aktivlarni qarz hisobidan sotib olishadi. Bu esa foydali ko'rinadi. Bunday holat ko'payganda biz buni pufak, ya'ni bubble deb ataymiz. Shunday qilib qarzlar oshayotgan bo'lsa ham, daromadlar ham deyarli shuncha tez o'sadi. Bu muvozanatni saqlab turadi. Keling, qarz va daromad o'rtasidagi nisbatni qarz yuklamasi deb ataymiz. Daromadlar oshib borar ekan, qarz yuklamasi boshqariladigan darajada qoladi. Bu orada aktivlar narxi yanada yuqoriroq chiqadi. Odamlar sarmoya sifatida aktiv sotib olish uchun katta miqdorda qarz olishadi. Bu esa ularning narxini yanada oshiradi. Odamlar o'zini boy his qiladi. Aslida katta miqdorda qarzlar to'planayotgan bo'lsa ham, daromadlarning va aktiv qiymatlarining o'sishi qarz oluvchilarning kreditga layoqatini uzoq vaqt davomida saqlab turadi.
Ammo bu abadiy davom eta olmaydi. Yillar o'tishi bilan qarz yuklamasi asta-sekin ortib boradi va qarz to'lovlari tobora kattalashadi. Payti kelib qarz to'lovlari oddiy daromaddan tezroq o'sishni boshlaydi. Bu esa odamlarning sarfini qisqartirishga majbur qiladi va bir odamning sarfi boshqa odamning daromadi bo'lgani kabi daromadlar ham pasayadi. Bu odamning kamroq kreditga layoqatli qiladi. Natijada qarz olish ham kamayadi. Qarz to'lovlari esa o'sishda davom etadi. Sarf esa yanada kamayadi. Natijada sikl o'zini teskari tomonga buradi. Bu uzoq muddatli qarz cho'qqisi bo'lib yakunlanishi mumkin. Qarz yuklamasi endi haddan tashqari katta bo'lib qolgan bo'ladi. AQSh va Yevropa dunyoning katta qismi uchun bu holat 2008-yilda yuz berdi. Bu xuddi Yaponiyada 1989-yilda yoki AQShda 1929-yilda bo'lganidek sabablarga ko'ra sodir bo'ldi. Iqtisodiyot endi qarzni qisqartirish jarayoni bosqichiga kiradi. Bu bosqichda odamlar sarfni kamaytiradi, daromadlar tushadi, kredit yo'qoladi, aktivlar narxi pasayadi, banklar bosim ostida qoladi, fond bozori qulaydi, ijtimoiy tanglik kuchayadi. Butun jarayon endi teskari yo'nalishda o'zini yemara boshlaydi. Daromadlar kamayib, qarz to'lovlari ortgani sari qarz oluvchilar siqila boshlaydi. Ular endi kreditga layoqatli emas. Kredit quriydi. Qarz oluvchilar endi qarzlarini to'lash uchun yetarli miqdorda pul topa olmaydi. Bu bo'shliqni to'ldirish uchun ular o'z aktivlarini sotishga majbur bo'lishadi. Aktivlarini sotishga bo'lgan shoshilinch holat sarflarning kamayishi bilan bir paytda bozorni toshirib yuboradi. Aynan shunda fond bozori qulashni boshlaydi. Ko'chmas mulk bozori ham inqirozga uchraydi va banklar muammoga duch keladi. Aktivlar narxlari tushgani sari qarz oluvchilarning ta'minot sifatida ko'rsata oladigan garov qiymati ham pasayadi. Bu ularning yanada kreditga nolayoqatli qiladi. Odamlar o'zini kambag'al his qiladi. Kredit tezda yo'qoladi. Kamroq sarf, kamroq daromad, kamroq boylik, kamroq kredit, kamroq qarz olish shu tarzda davom etaveradi. Bu yovuz aylana deb ataladi. Bu jarayon retressiyaga o'xshab ketadi. Lekin farqi shundaki, bu safar foiz stavkalarini pasaytirish yordam bermaydi. Oddiy retressiyada foiz stavkalarini pasaytirish orqali qarz olishni yanada ko'paytirish mumkin edi. Lekin qarz olishni qisqartirish davrida bu ishlamaydi. Chunki foiz stavkalari allaqachon past va tez orada 0% ga yetadi. Shunda rag'batlantirish imkoniyati tugaydi. AQShda foiz stavkalari 1930-yilda va yana 2008-yilda qarzlarni qisqartirish davrida 0 ga tushgan. Retressiya va qarzlarni qisqartirish o'rtasidagi farq shundaki, qarz yuklamasi shunchalik katta bo'ladi. Uni foiz stavkalarini pasaytirish orqali yengillashtirib bo'lmaydi. Kredit beruvchilar endi qarzlarini to'liq qaytarishning imkoniyati yo'qligini anglaydi. Qarz oluvchilar esa to'lash qobiliyatini yo'qotadi. Garov aktivlarining qiymati esa tushadi. Ular qarzdan falaj bo'lishadi. Yangi qarz olish imkoniyati ham istashmaydi. Kredit beruvchilar qarz berishni to'xtatishadi. Qarz oluvchilar qarz olishni to'xtatadi. Iqtisodiyotni bir odam sifatida tasavvur qiling. U ham endi kreditga layoqatli emas. Endi savol, qisqartirish holatida nima qilish kerak? Muammo shundaki, qarz yuklamasi juda yuqori. Uni kamaytirish kerak. Buni 4 ta yo'li mavjud. Birinchisi, odamlar, bizneslar va hukumat sarfni qisqartiradi. Ikkinchisi, qarzni default yoki qayta tuzish orqali kamaytiriladi. Uchinchisi, boylik boylardan kambag'allarga qayta taqsimlanadi. Va to'rtinchisi, eng muhimi, Markaziy bank yangi pul bosib chiqaradi. Bu 4 ta narsa zamonaviy tarixda har bir qisqartirish davrida yuz bergan. Odatda avval sarf qisqartiriladi, odamlar, bizneslar va hatto hukumat belni mahkamlab qarzni to'lash uchun xarajatlarni kamaytiradi. Bu ko'pincha tejamkorlik siyosati deb ataladi. Qarz oluvchilar yangi qarz olishni to'xtatib, eski qarzlarini to'lay boshlaganda siz qarz yuklamasi kamaydi deb o'ylaysiz. Ammo aslida teskari bo'ladi. Sarf kamaygani uchun bir odamning sarfi boshqa odamning daromadi bo'lgani sababli daromadlar ham tushadi. Daromadlar qarz to'lovidan tezroq pasayadi. Natijada qarz yuklamasi yana ham og'irlashadi. Bu sarf qisqarishi deflyatsion va og'riqli jarayon bo'ladi. Bizneslar xarajatlarni qisqartirishga majbur bo'ladi. Bu esa kamroq ish o'rni va yuqori ishsizlik degani. Bu bizni keyingi depressiya holatiga olib keladi. Ko'plab qarz oluvchilar o'z qarzlarini to'lay olmay qoladi.
Eslang, qarz oluvchining qarzi bank uchun aktivdir. Qarz oluvchi bankka to'lamasa, odamlar bank ularga ham pulni qaytara olmaydi deb qo'rqadi va omonatlarni yechib olishga shoshilishadi. Banklar siqilib qoladi. Odamlar, kompaniyalar va banklar o'z qarzi bo'yicha default e'lon qiladi. Bu og'ir iqtisodiy qisqarish depressiya deb ataladi. Depressiyaning asosiy qismi odamlar o'zlarini boy deb o'ylagan boylik aslida yo'q ekanini tushunishdir. Keling yana bir misolga qaytaylik. Siz bar ichida kofe sotib olib, uni qarz daftariga yozdirganingizda, siz barmenga to'layman deb va'da bergansiz. Sizning bu va'dangiz barmen uchun aktiv bo'ladi. Lekin agar siz va'dangizni buzsangiz, ya'ni unga qaytarib to'lamasangiz, u holda uni qo'lida bo'lgan aktiv aslida hech narsaga arzimaydi. U aslida yo'qolib ketgan bo'ladi. Ko'plab qarz beruvchilar o'z aktivlarini yo'qolishini istamaydilar va qarzni qayta tuzishga rozi bo'ladilar. Qarzlarni qayta tuzish shuni anglatadiki, qarz beruvchilar avval kelishilgandan kamroq yoki uzoqroq muddat davomida to'lovga rozi bo'lishadi. Shunday qilib, qarzni kamaytiradigan shartnoma buziladi. Qarz beruvchilar hech narsasiz qolgandan ko'ra biroz narsaga ega bo'lishni afzal ko'rishadi. Qarzlar qayta tuzish daromad va aktiv qiymatlarini tezroq va yanada yomonlashtiradi. Xarajatlarni kamaytirish singari qarzlarni qisqartirish ham og'riqli va deflyatsion holatda bo'ladi. Bularning barchasi markaziy hukumatga ta'sir qiladi. Chunki daromadlarning kamayishi va bandlikning pasayishi hukumatga kamroq soliq tushishini anglatadi. Shu bilan birga ishsizlik ortgani uchun hukumat o'z xarajatlarini oshirishi kerak bo'ladi. Ko'plab ishsizlarning jamg'armalari yetarli emas va ularga hukumatdan moliyaviy yordam kerak bo'ladi. Bundan tashqari hukumatlar iqtisodiyotdagi pasayishni qoplash uchun rag'batlantiruvchi dasturlar yaratadi va o'z xarajatlarini oshiradi. Qisqartirish davrida hukumatning budjet taqchilligi portlaydi. Chunki ular soliq orqali topganidan ko'ra ko'proq sarflashadi. Siz yangiliklarda budjet taqchilligi haqida eshitganingizda aynan shu narsa sodir bo'ladi. O'z taqchilliklarini moliyalashtirish uchun hukumatlar yoki soliqlarni oshirishadi yoki qarz olishlari kerak bo'ladi. Ammo daromadlar tushayotganda va ishsizlik ko'payganda bu pul kimdan olinadi? Albatta boylardan. Hukumatga ko'proq pul kerak bo'ladi va boylik aholining kichik qismini tashkil qilganligi sababli hukumatda tabiiy ravishda boylarga soliqlarni oshirishadi. Bu esa iqtisodiyotda boylardan kambag'allarga boylikning qayta taqsimlanishiga olib keladi. Kambag'allar aziyat chekayotgan paytda boylarga nisbatan nafrat uyg'ota boshlaydilar. Boylar esa zaif iqtisodiyot, aktiv narxlarning tushishi va yuqori soliqlar tufayli kambag'allardan norozi bo'la boshlashadi. Agar depressiya davom etsa, ijtimoiy beqarorlik yuzaga kelishi mumkin. Faqat mamlakat ichida emas, balki mamlakatlar o'rtasida ham taranglik kuchayadi. Ayniqsa qarzdor va kredityor davlatlar o'rtasida. Bu holatda siyosiy o'zgarishga, ba'zan esa keskin o'zgarishlarga ham olib kelishi mumkin. 1930-yilda bu Gitlerning hokimiyatga kelishi Yevropada urushga va AQShda depressiyaga sabab bo'lgan. Depressiyani tugatish uchun biror narsa qilish bosimi kuchayadi. Eslab qoling, odamlar pul deb o'ylagan narsaning aksariyati aslida kredit edi. Kredit yo'qolganda esa odamlarda yetarli miqdorda pul qolmaydi. Odamlar pulga muhtoj bo'lib qolishadi. Va esingizda bo'lsin, pulni kim bosib chiqarishi mumkin? Markaziy bank. Foiz stavkalarini deyarli 0 darajaga tushirib bo'lgan Markaziy bank majburan pul bosib chiqaradi. Xarajatlarni qisqartirish, qarzni kamaytirish va boylikni qayta taqsimlashdan farqli ravishda pul bosib chiqarish inflyatsion va rag'batlantiruvchi hisoblanadi. Muqarrar ravishda Markaziy bank hech narsadan yangi pul yaratadi va uni moliyaviy aktivlar va davlat obligatsiyalarini sotib olish uchun ishlatadi. Bu narsa Buyuk depressiya davrida AQShda sodir bo'lgan va yana 2008-yilda AQSh Markaziy banki $2 trillion dan ortiq pul bosib chiqarganida takrorlangan. Dunyo bo'ylab boshqa markaziy banklar ham imkon qadar ko'p pul bosib chiqaradilar. Bu pullar yordamida moliyaviy aktivlarni sotib olish, aktiv narxlarini oshiradi. Bu esa odamlarning kredit olish imkonini yaxshilaydi. Ammo bu faqat moliyaviy aktivlarga ega bo'lgan odamlarga yordam beradi. Ko'ryapsizmi? Markaziy bank pul bosib chiqarish mumkin, ammo u faqat moliyaviy aktivlarni sotib olish mumkin. Markaziy hukumat esa o'z navbatida tovar va xizmatlarni sotib olishi hamda odamlarning qo'liga pul berishi mumkin. Ammo u pulni bosib chiqara olmaydi. Shunday qilib, iqtisodiyotni rag'batlantirish uchun ikki tomon ham hamkorlik qilish kerak. Davlat obligatsiyalarini sotib olish orqali Markaziy bank aslida hukumatga qarz beradi. Bu unga taqchillik bilan ishlash va o'zining rag'batlantirish dasturlari hamda ishsizlik nafaqalari orqali tovar va xizmatlar xarajatlarini oshirish imkoniyatini beradi. Bu esa odamlarning daromadini, shuningdek hukumat qarzini oshiradi. Bu iqtisodiyotdagi umumiy qarz yukini kamaytiradi. Bu juda xavfli davrdir. Siyosatchilar qarz yukini kamaytiradigan 4 ta yo'l o'rtasida muvozanatni topishlari kerak. Barqarorlikni saqlash uchun deflyatsion yo'llar, inflyatsion yo'llar orqali muvozanatlashishi kerak. Agar bu to'g'ri muvozanatda amalga oshirilsa, chiroyli qisqartirish bo'lishi mumkin. Ko'ryapsizmi? Qisqartirish yoqimsiz ham bo'lishi mumkin,
yoki chiroyli ham. Qanday qilib qisqartirish chiroyli bo'lishi mumkin? Garchi qisqartirish murakkab holat bo'lsa ham, murakkab holatni eng yaxshi tarzda boshqarish uchun bu chiroyli narsa. Qarz bilan to'ldirilgan muvozanatsiz qisqartirish davridan ancha chiroyli. Chiroyli qisqartirishda qarzlar daromadga nisbatan kamayadi. Haqiqiy iqtisodiy o'sish ijobiy bo'ladi va inflyatsiya muammo emas. Bu esa to'g'ri muvozanat orqali erishiladi. To'g'ri muvozanatni ta'minlash uchun xarajatlarni kamaytirish, qarzni qisqartirish, boylikni qayta taqsimlash va pul bosib chiqarishning ma'lum bir aralashmasi kerak bo'ladi. Shunda iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlik saqlanadi. Odamlarni ko'p o'ylantiradigan savol, ko'p pul bosib chiqarish inflyatsiyani oshiradimi? Agar u kamayayotgan kreditni qoplasa, yo'q, oshirmaydi. Eslang, bu yerda muhim narsa xarajat. Pul bilan to'langan $1 xarajat narxiga kredit bilan to'langan $1 kabi ta'sir qiladi. Pul bosib chiqarish orqali Markaziy bank yo'qolgan kreditni ko'proq pul miqdori bilan qoplash imkoniyatiga ega bo'ladi. Vaziyatni o'nglash uchun Markaziy bank nafaqat daromadlarni oshiradi, balki daromad o'sish sur'atini to'plangan qarz bo'yicha foiz stavkasidan yuqori darajada yetkazish kerak. Bu nimani anglatadi? Aslida daromad qarz o'sishidan tezroq o'sishi kerak. Masalan, tasavvur qiling, qisqartirish o'tayotgan bir mamlakatning qarz va daromad nisbati 100%. Bu shuni anglatadiki, mamlakatning jami qarzi yillik jami daromadiga teng. Endi o'sha qarz bo'yicha foiz stavkasini o'ylab ko'raylik. Deylik u 2%. Agar qarz foiz tufayli yiliga 2% o'sayotgan bo'lsa va daromad atiga 1% o'sayotgan bo'lsa, siz hech qachon qarz yukini kamaytira olmaysiz. Daromad o'sish sur'atini foiz stavkasidan yuqori qilish uchun yetarlicha pul bosib chiqarilishi kerak. Biroq pul bosib chiqarish juda oson bo'lgani uchun bu usulni suiiste'mol qilish ham oson va odamlar uni muqobillardan afzal ko'radilar. Asosiysi, haddan tashqari ko'p pul bosib chiqarish ham bu xato. Germaniyada 1920-yillardagi qisqartirish davrida qabul qilib bo'lmaydigan darajadagi inflyatsiyani keltirib chiqarmaslik kerak. Agar siyosatchilar to'g'ri muvozanatga erisha olsalar, qisqartirish shunchalik dramatik bo'lmaydi. O'sish sekin bo'ladi, ammo qarz yuki kamayadi. Bu esa chiroyli qisqartirish. Daromadlar o'sishni boshlaganda qarz oluvchilar yana ishonchliroq ko'rinadi va qarz oluvchilar ishonchli ko'rinsa, qarz beruvchilar yana pul berishni boshlaydilar. Qarz yuklari nihoyat kamayishni boshlaydi. Qarz olishning imkoniyatiga ega bo'lgan odamlar ko'proq xarajat qilishadi. Oxir-oqibat iqtisodiyot yana oshishni boshlaydi. Bu esa uzoq muddatli qarz siklining reflyatsiya bosqichiga olib keladi. Agar qisqartirish yomon boshqarilsa, u dahshatli bo'lishi mumkin. Ammo to'g'ri boshqarilsa, hammasi yaxshi davom etadi. Qarz yuklari kamayishi va iqtisodiy faoliyatning normal holatga qaytishi uchun taxminan 10 yil yoki undan ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Shuning uchun bu davr yo'qotilgan 10 yillik deb ataladi. Xulosa qilib aytganda, iqtisodiyot bundan-da murakkabroq. Biroq qisqa muddatli qarz siklini uzoq muddatli qarz sikliga qo'shib, so'ngra ularning ikkalasini ham ishlab chiqarish samaradorligi chizig'i ustiga joylashtirsak, biz qayerda bo'lganimizni, hozir qayerda ekanligimizni va ehtimol qayerga ketayotganligimizni ko'rsatadigan yaxshi bir model hosil bo'ladi.